benzinli mashinalarni har xilidan haydagansizlar. BMW, Mercedes, Audi, to'g'rimi? Lekin Xitoy elektromobillarning ichida eng zo'ri Zikr 001 bo'ladi, premium klassligi. Bunisini hozir hamma yoqdan obzorni qilib beraman. Haydagandan keyin shunaqasini haydash kerak. Zikr 001 Xitoy eng premium klasslik mashinasi. Mashinada hamma narsa navrot bor, yo'q narsani o'zi yo'q. Masalan, nima bor hozir Mercedes, BMW, Audi hozirgi premium klasslik mashinalardan hech qanaqasi hech qat qolishmaydi. Masalan, tortish bo'yicha kuchli, ichida funksiyalari hamma narsasi bor. Head-up, display dizlami, massaj, abagrev, hamma multimediada hamma narsasi bor. Ichlari ham juda ham chiroyli ishlangan. Alcantara ko'p ishlatilgan, kojini sidenada. Podsvetkalarni qaranglar, bir 7-8 xil yonadi. Bu mashina o'tirganlardan keyin boshqacha o'zingizlar his qilasizlar. Yurishida ham, hadovoy jihatlarida ham, tortishida ham odam maza qiladigan mashina. Oddiy misol konsollarga ahamiyat beringlar. Juda ham chiroyli ishlangan, kichkinagina, udobniy, yoningizda turadi shunday. Ham knopkalarga e'tibor beringlar. Podsvetkalar, podstakanchilarni qaranglar, barlari juda ham udobniy, chiroyli ishlangan. Sidenalar ham polni perforatsiyali, abagrev, massaj, 3-4 xil massaj funksiyalari bor ekan. Bu mashina juda ham yaxshi ishlangan Xitoy premium klasslik mashinasi. Zikr 001 Xitoy eng premium klasslik mashinasi. Bu mashinada hamma navrotlari bor. 21 dyumdagi diskga qo'yilgan. Hamma yoq kamera, 360 kamera deymiz-ku. Bunda bir 28 ta kamera bo'lsa kerak hamma yoqlarda. Oynalari bezramchli. Davodchili oynalarida ramka yo'q, uje shunaqa ishlangan. O'zi davodchili 4 teshik. Bu og'irligi ham bor. 2,5 tonna salkam. Bezopasniy ishlangan. Yurishlari ham zo'r, komfort. Tortishlari ham. Buni ikkita motorligi ham bor, bu bitta motorligi. Ikkita motorli 3.9 sekundda 100 ga chiqadi. Bu sal sekro, mashina o'zi ham odam maza qildirib yoradi. Buni faralariga o'sha e'tibor bersanglar, oldi faralari ham juda ham zo'r ishlangan. Yo'llarni yurishida ham yurganingizda yoniga qarab yoqib yonadi. To'g'ri yurganingizda dalillarni o'zi ochib beradi yo'llarni. Orqa faralari ham ajoyib, chiroyli dizaynda orqa faralari ham. Tomlari panorama, polni oyna tomi. Buni bagaj qismlari ham keng, elektronik, hammasi ochilib yopilishlari ham. Ichlari ham keng, kattagina. Bu Zikr dizayn borasida ham, yurishida ham mashinaning har tomonlama mukammal ishlangan, juda ham aqlli ishlangan, aqlli mashina. Buni Mercedes, BMW, Audi haydagan, premium klassli mashina haydaganlar haydasa yoqadi. Chunki buni ulardan kam joyi yo'q. O'zini puliga arziydigan mashina. Hozir buni yurishlarini ham haydab ko'rsatib beraman. O'tirganingizdan sizlarni shunaqa holat kutib oladi. Orqaga yurganingizda kameralarni qarang. Obzor tepadan, yonidan, yoningizda nimalar turibdi, hamma narsani ko'rsatib turadi metrgacha. Juda ham aqlli ishlangan mashina. Buni head-uplargacha bor. Narsasi ko'rsatib turadi. Yoningizda mashina turibdimi, odam turibdimi, hamma narsani ko'rsatadi. Juda ham aqlli ishlangan. Buni haydagan odam his qiladi, haqiqiy mashinada ketayotganini. Juda ham remen taqmagan ekanmiz, men remenni taqib Mashina juda ham aqlli ishlangan. Tezlik deysizlarmi, komfort deysizlarmi, nima qilsanglar hamma narsa bor. Buni haydagan odamlar o'zi biladi, juda ham yaxshi. Kelajakda bu Xitoy hamma yoq egallab oladi, bu ketishdi. Hozir buni puliga Malibu ham beryapti. Yo'llarni qaranglar, o'tishini. Tezlik deysizlarmi, nima qilsanglar hamma narsa bor. Yurishlarini ham ko'rdinglar, vaqti raketa bo'yatibdi. Xullas, buni olgan odam maza qiladi. Hozir kunda GM mashinalarini ham ko'ryapsizlar, 30-35 lar atrofida Malibu boshqalarni ham olsanglar bo'ladi. Tezlik ishqibozlariga, to'liq komfortda, hamma qulayliklar bilan haydayman deganlarga tavsiya qilaman. 30 ming, 35 ming atroflarida turadi. Olib, maza qilib haydaydigan joyida bu.
Men o'zim hozirgi kunda Car Expert asoschisiman. O'zim mashina oldi sotish bilan shug'ullanaman. O'zimning kanalimga mashinalar qo'yib boryapman. Telegram kanalim ham bor. Telegram kanaliga o'tib kuzatib borsanglar, shu yerda ham premium klassdagi GM mashinalari, hamma mashinalarni qo'yib boryapmiz. Bizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Bizani kuzatib boringlar. Mana shunaqa yaxshi premium klassdagi mashinalarni xarid qilishingiz mumkin.